Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan milliy sertifikatga tushgan navbatdagi savolni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 3b teng ildiz osti 5 minus 2 bo'lsa, 9b kvadrat plus 12b minus 20 ni javobini topish kerak. Ko'pchilik bu yerdan b ni topib, b larni o'rniga qo'yib ishlashga harakat qiladi, lekin bu uncha samarali usul emas. Demak, men nima qilaman? 2 ni ikkinchi tomonga, narigi tomonga plus qilib o'tkazaman. Hozir bu yerda 3b plus 2 turibdi. Mana bu 9b kvadrat, mana bu 12b lar. Agar buni kvadratga ko'tarsam, to'la kvadratni qismlaridan biriga teng bo'ladi. Misol uchun ochib chiqsam, 9b kvadrat plus 6 12b plus 4 teng ildiz osti 5 ning kvadrati bu 5. E'tibor bersangiz, 9b kvadrat plus 12 va 9b kvadrat plus 12 lar ikkalalari teng. Bu yerdan 9b kvadrat plus 12b ni topsam 5 minus 4. 9b kvadrat plus 12b 1. Demak, mana buni o'rniga 1 olib kelib qo'ysam, 1 minus 20 minus 19. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va milliy sertifikatga tayyorlanayotgan tanishlarga yuborib qo'ying.